Bu rolik ayniqsa arxitektor do'stlarimiz uchun foydali bo'ladi. Do'stlar, men sizlarga bugun sun'iy intellekt yordamida binoni ikkita ko'rinishdan uchta ko'rinishga o'tkazishni, ya'ni render bo'lgan holatda tezda va oson ko'rish uslubini o'rgataman. Ketdik. Namuna sifatida mana hozir bitta uchastkani fasadini dvdasini olamiz. Ko'ryapsizlar, mana hech qanaqa rangi yo'q, 3D ko'rinishda emas. Hozir shuni sun'iy intellektda 3D holatga, ya'ni render qilingan holatga o'tkazamiz. Buning uchun bizga ikkita sayt kerak bo'ladi. Birinchisi chatgpt.com sayti kerak bo'ladi va ikkinchisi istudiogoogle.com kerak bo'ladi. Demak, bizga bu rasmni hozir 3D holatga o'tkazishimiz uchun prompt kerak. Uning uchun biz ChatGPTga zapros beramiz. Men yuklagan 2D fasad uy chizmasini Pinterest saytidagi rasmlar singari realistik 3D vizualizatsiyasi qilib chiqishi uchun prompt yozib ber. Chiroyli arxitektura, tabiiy yorug'lik, materiallar aniq ko'rinib tursin. Materiallari fasad dizaynidan kelib chiqsin. Sizlar xohlasanglar boshqa narsa yozishinglar ham mumkin. Eksperiment qilib, hozir men shu zaprosni beraman. Endi ChatGPT bizga prompt yozib beradi. Promptni ingliz tilida bo'lsa yaxshi. Hozir mana bu yerda ham o'zbekcha ham inglizchasini berdi. Agar sizda faqat o'zbekcha bersa, inglizchasini ham ber deb yozsanglar yozib beradi. Endi inglizchasini Ctrl C qilib kopiyasini olaman. istudiogoogle.com ga kirib, bu yerda nano banana knopkasini bosamiz. Hop, bu yerda keyin mana plyuschani bosib haligi yuklaymiz fasadda. Bu yerda demak, men belgilab o'chirib tashlaysiz buni. O'zimizning prompt kirgizamiz va sarı tugmani bosamiz. Natijasini kutamiz. Ozgina kutamiz. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. ChatGPTga zapros prompt yozdirayotganda Pinterest uslubida deb men o'zim qo'shimcha qilib ko'rdim. Buni yozish shart emas. Chiroyli render qilib ber, chiroyli render uchun prompt yozib ber, chiroyli arxitekturaviy ko'rinish uchun prompt yozib ber desanglar ham bo'ladi. O'zingizlar har xil variantlarni qilib, o'zingizlarga shu ma'qul tushganini olib, keyinchalik o'shani bir xil boshqa obyektlarga foydalansanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, bitta rezultatni уже berdi. Agar bizga misol uchun bu yoqmasa, mana bitta mana rerun degan knopkasi bor. Uni bosamiz. Shu zaprosimiz bo'yicha hozir boshqa natijani ko'rsatadi. Ozgina kutib turamiz. Mana ko'rib turganinglardek, bu variant ancha yaxshiroq chiqdi. Hozir zagruzka bosam, to'liq ko'rsataman. Mana ko'rib turganinglardek, bu variant ancha chiroyli chiqdi. Agar sizlarga yana qaysidir joyi yoqmaydigan bo'lsa, demak, mana shu iStudioning o'zida tagiga, demak, misol uchun so'killi rangini to'qroq bo'lsin, boshqacha rang bo'lsin deb qo'shimchalar berishingiz mumkin. Misol uchun mana dimoxodlar yoqmasa, dimoxodni olib tashlab, chap tarafdagisini yoki o'ng tarafdagisini olib tashlab, yana qo'shimcha zapros tagiga yozsanglar, buni ham o'zgartirib beraveradi. Yoki hozir biz yangi yana qo'shimcha zapros beramiz tagiga. iStudio ko'proq o'sha ruscha, inglizcha yozsanglar yaxshiroq tushunadi. Shuning uchun men hozir ruscha yozaman. Сделай ночной вид deb. Mana ko'rib turganinglardek, kechqurungi ko'rinish ham ishlab berdi. Demak, bu yerda hozir uzoqroqdan qaysidir yorug'lik manbaidan nur chiqib, daraxtlarni soyasi tushib turibdi. Agar bu narsalarni xohlamasanglar, buni ham olib tashlasa bo'ladi. Endi hozir men sizlarga boshqa ko'rinishdan, boshqa kadrdan olish mumkinligini ham ko'rsataman. Misol uchun perspektivniy ko'rinishda ham qani yozib ko'ringlarchi. Mana perspektiva ko'rinishni ham qilib berdi. Albatta, mana bu yon taraflarini bu sun'iy intellekt tushunmaganligi uchun o'zi oynani qo'yib tashlagan. Davomida yana yon tarafdagi oynalarni olib tasha deb yozsanglar, uni ham olib tashlaydi, to'g'rilab beradi.
Shunaqa qilib o'zingizga o'sha xohlagan rezultatga olib kelsanglar bo'ladi. Hozir zamon tezlashayotgan davrda mana shunaqa instrumentdan foydalanib, zakazchilarga ham tezda ko'rsatishingiz mumkin. Uni nima xohlayotganligini bilib olish uchun va o'zingizlar ham qilayotgan ishlarni natijasini mana shunaqa instrumentlar orqali ko'rib, bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar roligim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, bizlarni kuzatishda davom etinglar.